Jannatda ham Qur'on o'qiladimi degan. Albatta. O, jannatda o'qilsin-da Qur'on. Bunga dalil. Alloh Ar-Rahmandir. Allohning o'zi Ar-Rahman, Allohning o'zi Ar-Rahimdir. Bu jannatga kirganimizda, masalan, men haqiqatda eng jannatga kirishlikdagi birinchi o'sha shavqim, men shu tezroq kirsam-u deyman o'zim. Bu vali zot ekan, bu savolni bergan zot. Alloh aziz qilsin bu zotni. Men doim jannatga mushtoq bo'laman. Nima uchun bilasizmi? Alloh shohiddir. Mana Ramazon arafasidamiz. Shu tezroq kirsam-u, hatto u anhor, u qasrlariga men e'tibor qilmayman. Alloh shohiddir. Kirsam-u, Hazrati Ubay ibn Ka'bni masalan qiroatlarini eshitsam, qanday qiroati deyman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlarini eshitsam deyman, qanaqa qiroat bo'lganda. Hatto men tushlarimda ko'p duo qilaman, lekin gunohimizdir, bir amalimizda zaiflikdir, hech ko'ra olmayapmiz. Rasulullohni hatto tushlarimizda ham qiroatlarini eshitsaydik degan dunyolarda umidda yashayapmiz. Endi uyatga kirganimizdan keyin eshitamiz. Abdulloh ibn Mas'udni eshitamiz. Zayd ibn Sabit al-Ansariylarni eshitamiz. Ubay ibn Ka'bni eshitamiz. Qancha o'sha qurro sahobalar, Huzayfatul Yamanni o'zlaridan Hazrat Abu Bakrni aytadilar, sahobalar Hazrat Abu Bakr Qur'on o'qiganlarida shunaqangi tadabbur bilan, shunaqangi e'tibor bilan o'qiganlaridan jigarlari erib, xuddi kabob bo'layotganday jigarlaridan bir hatto hid kelardi. Nega? Shu Qur'onga berilib ketganlarida. Hazrat Abu Bakrlarning qiroatlarini eshitamiz. Eng afzali payg'ambar alayhissalatu vassalam, balkim Davud alayhissalatu vassalamni zaburlarini eshitamiz. Zabur Davud alayhissalatu vassalam va aytiladi, rivoyatlarda keladi, asarlarda, va Alloh taolo bandalarni yaxshi ko'rganligidan jannat ahliga hal azidukum deb o'zini jamolini ko'rsatishlik bilan birgalikda o'sha kalom o'ziniki bo'lgan zot Ar-Rahman azza va jalla jannat ahliga o'zi Ar-Rahmanni o'qib berar ekan. Chunki Ar-Rahman nima deyildi? Qur'onning kelinchagi deyildi. O'sha Ar-Rahmanni aynan Rahman bo'lgan zot o'zi o'qir ekan. Masalan, men hozir shu turishdagi umidim jannatga kirganimda faqat o'sha Alloh taolodan ana u tovushni, mana u tovushni, Hazrat Ubay ibn Ka'bni tovushini eshitib, o'sha zotga o'xshatishni, osimlarning qiroatlari, Hazrati Kisai, Hazrati Hamza bin Habibini Zayyatni hatto jinlar oshig'i bo'lgan. Jinlar ham musulmonlari bor, kofirlari bor. Musulmon jinlar u zotni kelib ko'rib, u zotga o'qib berishlikka musulmon jinlarni o'zi tashlab bo'lgan. Kufada o'zlari kufaliklar va Basradan yog' olib kelib sotadilarda, Kufada yog'chi Hamza bin Habibini Zayyat deya taxallus olganlar. Hamza bin Habib az-Zayyat. U taxalluslari nega Basradan olib kelib Kufa ahliga